Oldingi videoda kasalliklarning yashirin sababi, ichki yallig'lanish haqida gaplashgan edik. Endi sizlar bilan kichkina test o'tkazamiz. Agar sizda hozir aytadigan belgilarim tez uchrasa, demak organizmingiz sizga signal beryapti. Tayyormisiz? Unda boshladik. Birinchi savol. Ertalab uyg'onganingizda tanangizda og'irlik, bo'g'imlaringizda qotib qolish yoki og'riq sezasizmi? Ikkinchi savol. Kun davomida katta jismoniy ish qilmasangiz ham tez charchab qolasizmi? Uchinchi savol. Tez shamollab turasizmi yoki immunitetingiz tushganini his qilyapsizmi? Va to'rtinchi savol, teringizda sababsiz toshmalar yoki qizarishlar paydo bo'lyaptimi? Agar shu 4 savoldan kamida bittasiga ha deb javob bergan bo'lsangiz, organizmda yallig'lanish jarayonlari boshlangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda tanaga yordam berish kerak. Buning eng tabiiy va xavfsiz yo'li kurkuma. Kurkuma organizmni kuchli antioksidantlar bilan ta'minlaydi va yallig'lanishni tabiiy yo'l bilan kamaytirishga yordam beradi. Esingizda bo'lsin, bu kimyoviy dori emas, u organizmni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan tabiiy vosita. Agar siz ham testdagi belgilarni o'zingizda sezgan bo'lsangiz, izohlarda ha so'zini yozib qoldiring va biz sizga kurkuma haqida batafsil ma'lumot beramiz.